Bugun soliq organi har bir fuqaroga nafaqat yirik u yoki oddiy soliq to'lovchiga ko'makchi vazifasini, yordamchi vazifasini o'tyapti. Biz soliqchining yangi imijini shakllantirishga harakat qilyapmiz va bunga erishyapmiz. Bugun maqsad sizlarni eshitish. Iste'molchi kelganda bir narsani sotib olgandan keyin yana kelib, men adashib boshqasidan desa, qaytargan chekni birdan o'sha soliqqa tortadi. Bizlar to uni yozib apravdat qilgancha oradan 3 oy o'tib ketyapti. Lekin u iste'molchiga bu masalani hech qachon bizlar tushuntira olmayapmiz. Narsani to'g'risini birinchidan u soliq kodeksi haqiqatda shunaqa muddatda belgilangan qonun bilan. Sizni hozir e'tirozingizni biz o'sha taklif sifatida yozib olamiz. Rahbariyatga kiritib, ma'qul bo'lsa o'sha muddatlarni qayta ko'rib chiqamiz. Shaffof tizimiga axborotni kim beradi odatda? Odatda korxona. Lekin tahlil natijalarida o'sha hajm bo'yicha elektron hisob fakturalar rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu tahlilda o'sha sizni hajmingiz topshirilmagan bo'lib turadi ba'zida. Qurilish obyektlarini topshirayotganda o'z vaqtida rasmiylashtirishimiz ham ikkinchi tomondan tahlil ishlarini to'g'ri chiqishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu tarafdan biz shaffoflik mas'ul xodimlar bilan aloqani o'rnatib mana bu bayonnoma bo'yicha chiqamiz. Sizlar ham o'z navbatida o'sha hisob fakturalarimizni vaqtida qo'yib tursak, shunda ularning ma'lumoti bilan sizdagi haqiqatda bajarilgan ishlar to'g'ri keladi. Qayta hisobot jo'natish paytida agar o'sib boradigan tartib bo'lsa, u moment sekunda qabul bo'ladi. Samaytirish bo'lsa, agar uni kutib turish kerak-da. Pochtalar ichidagi tadbirkorlarning boshqacha maqsadda ham foydalanishi mumkin. O'shanga faqat u to'g'ri tushungan holda, u misol hozir aytganda shu 10 kun berilganda. Мы хотим поменять юридический адрес. Уже 2 месяца эту проблему не могу решить, потому что, как Гонадорчак говорит, у нас есть конфликт по системе. А области мы проверяем, у нас все хорошо. Хотя мы в областной налоговый оба объекта в областной налог, у нас рейтинг 100, но нам не меняют юридический адрес. 10 kun muddatda sizga javob berishadi. Bu masalalarda albatta rahbariyatga sizlarning takliflaringizni kiritamiz. Qaysidir muammolar hal bo'lishi tabiiy.